Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz ushbu sxemada tabiiy gazni adsorpsiya usuli orqali namlik va yordan gazlarni tozalashni o'rganamiz. Ma'lumki, adsorpsiya bu qattiq jism g'ovuklariga namlik va gazlarning yutilishi hisoblanadi. Bu yerda mana tabiiy gaz berilgan. Namlik qanaqa qilib tabiiy gaz tarkibiga qo'shildi? Biz undan oldingi darslarda tabiiy gazni yordan gazlarni tozalash uchun etanol amin suyuqligini ishlatgandik. Uning tarkibida suv mavjud, ya'ni 70% gacha suv. Ushbu suvning bir qismi namlik ko'rinishida tabiiy gazga qo'shiladi. Uni biz quritishimiz shart. Sababini aytib o'taman hozir. Shuningdek, tabiiy gaz tarkibida vodorod sulfidning miqdori kam bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri hech qanday adsorpsiya jarayoniga bermasdan, ya'ni etanol amin suyuqligi tozalamasdan to'g'ridan-to'g'ri adsorpsiya jarayoniga beraversak bo'ladi. Bu yerda vodorod sulfid bilan karbon angidrid tozalasak bo'ladi, lekin vodorod sulfidning miqdori kam bo'lishi kerak. Karbon angidridning miqdori kam bo'lishi kerak. Misol uchun, sho'rtan gazni qaytarish zavodlarida to'g'ridan-to'g'ri namlik va gaz kondensatorni tozalab, adsorpsiya jarayoniga beriladi. Tabiiy gaz bu yerdan keladi. Mana adsorpsiya kolonnamiz, birinchi adsorpsiya kolonnamiz keladi. Bu yerda tarikalar mavjud. Tarikalarda siaret qatlamlari mavjud. Nima uchun yuqoridan berildi? Asosiy sababi yuqoridan gaz pastga qarab harakatlanganda yuza bo'ylab, ya'ni bir xil yuza bo'ylab pastga qarab harakatlanadi. Biz uni pastdan berganimizda esa kanal hosil bo'lardi, bitta joydan tepaga chiqib ketgan bo'lardi. O'sha oldini olish uchun yuqoridan beriladi. Bu yerda siaret g'ovuklariga namlik, yordan gazlar yutiladi. Toza tabiiy gaz mana bu yerdan chiqib ketadi. Mana. Namlikdan tozalashimizning asosiy sababi keyingi jarayonlarda biz tabiiy gazni suyultirilgan gaz, ya'ni propan-butandan tozalashimiz uchun sovutib tozalashimiz mumkin yoki etandan tozalashimiz mumkin, ya'ni sovutganimizda namlik mavjud bo'lsa, kristallar hosil bo'lib, muzlar hosil bo'ladi va tiqin hosil bo'lib qoladi va jarayonni buzib qo'yadi. O'sha oldini olish uchun shunaqa qilsak bo'ladi. Aytib o'tdim, bu muborak gazni qaytarish zavodida ham mavjud. Bu yerda adsorpsiya jarayoni ham ketadi, ya'ni vodorod sulfidini karbon angidridni tozalaydi va keyingi jarayonga adsorpsiya ham beriladi, chunki namlik mavjud bo'lib qoladi. Namlikni tozalash uchun beriladi. Sho'rtan gazni qaytarish zavodida esa to'g'ridan-to'g'ri namlikdan ham yoki asosan vodorod sulfidi va karbon angidridni tozalash uchun to'g'ridan-to'g'ri adsorpsiya kolonnaga bersak bo'ladi. Bu yerda tozalanadi. Ushbu kolonna tuyuladi, ya'ni siaretlar g'ovuklariga gazlar, suyuqliklar o'tirib tuyulib qoladi siaretlar. Uni tozalashimiz kerak, ya'ni desorpsiya jarayoni yoki regeneratsiya jarayonini amalga oshirishimiz kerak. Bu yerda klapan yopiladi, mana. Bu yerda klapan yopilgandan keyin gaz bu yerdan harakatlanib ikkinchi kolonnamizga boradi, mana. Adsorpsiya kolonnamiz 2. Va bu yerdan tozalanib chiqib ketaveradi. Biz ushbu kolonnani endi ajdanada turibdi, endi shuni desorpsiya qilishimiz kerak. Bu yerdan inert gazlar sifatida azot yoki metanni olishimiz mumkin. Gazi beriladi, mana zadvechka ochiladi. Va teplamilikda gazlar qizitiladi va kompressorga beriladi. Kompressorda gazlar siqilib bosim oladi-da, mana bu pastdan harakatlanib, mana kelib mana bu yerdan adsorpsiya kolonnamizni, ya'ni tuyungan siaretlarga ega bo'lgan kolonnamiz pastki qismidan beriladi va yuqoriga qarab harakatlanadi-da, mana. Ushbu sikl, ya'ni ushbu jarayon uzluksiz amalga oshiriladi 6 soat davomida. Natijada inert gazlar qizitiladi. 230-250 gradus atrofida qizitilishi mumkin. Inert gazlar qizishi evaziga siaret g'ovuklari kengayadi, yutilgan gazlar, namlik inert gazlarga qo'shilib birgalikda chiqib ketadi, mana. Harakatlanib, mana bu yerda masalan har nechadir minutda, 10 minutda, 20 minutda 10%, 20% chiqarib turiladi. Chunki mana siaretlardan ajralishni boshlagan-ku yutilgan narsalar. Va yangi mahsulot bu yerdan berilib turiladi. Shu tarzda 6 soat regeneratsiya amalga oshiriladi va siaret g'ovuklaridagi yutilgan narsalar hammasi chiqadi. Sovutish jarayoni xuddi shunaqa amalga oshadi. Ya'ni inert gazlar mana bu yerda sovutiladi. Sovutilgan payti bu yerda sovuq inert gaz harakatlanib, ya'ni metan yoki azot harakatlanib, siaretni yana sovutgandan keyin g'ovuklar yana kichrayadi va keyingi holatga, ya'ni keyingi adsorpsiya jarayoniga tayyor bo'ladi. Regeneratsiya bu bo'ldi. Bu yerda desorpsiya jarayoni amalga oshdi. Va mana bu zadvechkalar yopiladi-da. Bu yerdan tabiiy gaz beriladi. Yana qayta jarayon amalga oshadi.